Nodir, men 50 ming, 10 ming, 5 ming tarqatib o'tirmayman. Sovg'a tarqatsam 250 ming, 300 ming sovg'ani buka xalqiga shundoq beraveraman. Qaranglar, hurmatli bukaliklar, agar Texnobrendga shuni obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi, hech qanaqa shart bajarmaysizlar. Faqatgina Texnobrendga bukadagi filialiga obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi. Muammo yo'q, shu sovg'alar aynan sizniki. Bugun 1-oktyabr, haftaning 3-chi kuni chorshanba. Har chorshanba kunida sovg'alarni Buka shahriga tarqatamiz. Ketdi, go! Bukanglar foydalanib qolinglar. Instagram kirasizmi yo'qmi? Yo'q, ha, Instagram. To'g'ri, Texnobrend do'koniga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Instagramda shunday sovg'a beradi. Shart bajarish shart emas. Texnobrendga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sovg'a tarqatamiz har chorshanba kuni. Obuna bo'lmabdilar. Kim obuna bo'lgan? Siz bo'lgan ekansiz. Mana buni bo'lgan ekanda. Hozir mana yozdi, haqqoniysi halolini beryapmiz. Gap bo'lishib o'rganamiz. Yozing, Texnobrendga yozing. Sovg'alarni berishni davom etamiz. Obuna bo'lgan ekanda. Gap bo'lishib o'rganamiz. Men bularni tanimayman, Allohga o'rganadi. Bular ham meni tanimaydilar. Endi Texnobrend do'konida maishiy texnika, gilam, mebel bitoy texnikasi bor. Haqqoniymi? Buka, nima ahvol bu? Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir? Odamni uyaltirib yubordim. Odalarga mana shuni albatta sanashgandan xursandman. Texnobrend do'koniga Instagramga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ashuladan onamni uyga borib qadar ketib bordim. Qo'shilish bo'lyapti. Arzon ekan bukada, 125 ming so'm. Yangi yo'l bitta baratam bor. Narxini arzon sotadi. Har juma kuni 100 ming so'm qo'yib qo'ygan. Dimka 004. Obuna bo'lmagan ekansiz. Menga obuna bo'lgan bo'lsa ham beraman, ana. Buni bo'lmagan ekansiz. Aka menga. Brat addushi berardim lekin obuna bo'lgansiz. Lavzlar. Quruq sizlar buka xalqiga tarqatdik. Agar sizlar bukalik bo'ladigan bo'lsanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Har chorshanba kuni men bo'lmasam ham o'zim buka aynan buka xalqiga sovg'alar ulashishda davom etadi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'rgan go'shtni yaqin do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat.